Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun aprel oyining 29-sanasida g'ishtlarimizda Marg'ilon shahar atrofiga to'kib beryapmiz. Kimga shu Devo atrofidan g'isht kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Mana 10 kun, 15 kundan beri urishyapti, xudo xolasa. 1% ham rastorda urilyapti, sho'rchiqqa yo'q. 1% ham. Mana hamma yer rastorda urilgan. Kimga shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Lekin umuman chiqmagan holatida ham sho'riga javob, umuman garantiya beramiz deyilmaydi ekan. Lekin umuman chiqib yo'q, mana ko'rib turibsizlar. Yog'ingarchilik holatda g'ishtlarimizdan oz-moz sho'r chiqishi mumkin. Boshqa holatda sho'ri ko'p chiqmaydi. G'ishtlarimizni ovozidan ham bilsa bo'ladi, bemalol g'ishtlarimiz holatini. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Farg'ona, Andijon, Namangan. Yog'ingarchilik holatda chiqishi mumkin, ko'proq holatda. Mana rastorda urilgan holatida ham deyarli chiqqan bo'lsa ham o'sha sisma ko'p, hali rastor ko'p urilgan joylardan chiqishi mumkin. Mana bu holatda mana umuman bu tomonda chiqsa yo'q. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Tashqari tomondagi holati. Adreslarini aytamiz ki bemalol ko'rib ketishlari mumkin. Oldindan to'lov qilaman deganlarga ham bemalol to'lov qilsalar bo'ladi. Bu yerda kelib gaplashsalar ham bo'ladi. Deyarli bu mahallada hammasi oldindan to'lov qilib berishyapti. Xudo xolasa umuman kechiktirmagan holatda, o'ta yaqin bo'lib, aka-ukadagi odam bo'lib olib kelib beryapmiz aka. Hech qanday muammo qilingan yo'q. Shunga kerak bo'lsa, mashinalarga bog'lanasizlar, ko'tarilmay qolsam, SMS yozishlari mumkin. Endi bir kunda bitta, ikkita yoki 10 ta, 20 ta odam telefon qilmaydi. Yani 50 ta, 100 ta odam telefon qilib boradi. O'sha hisobiga zakazlarimiz ko'p. Bir haftalik ochrit bor hozirgi aprel oyining oxiri hisobida. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar, yetkazib beramiz. 5000 talik, 10000 talik mashinalarda. Imkon boricha ertalab 7-8 dan keyin, kelgan 8-9 lardan keyin, 12 larda ham telefon qilganlar bo'lyapti-da, 10-12 o'sha atrofda telefon qilmasalar yaxshi bo'lardi. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Telegram, WhatsApp hammasi bor. Telefon qilaverasizlar.